Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Ushbu videoda Amir Temurning hukmdorlik yo'lida bosgan qadamlari, Ilyos Xo'ja va Bekkichik o'rtasidagi munosabatlar va Seiston hokimi Malik Faxriddin bilan yuz bergan jangga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Tug'luq Temur ortga qaytgach, Ilyos Xo'janing boshqaruvi davrida o'lkadagi boshboshdoqlik tugashining o'rniga aksincha orta boshladi. O'z rahbarlariga itoat qilmay qo'ygan mo'g'ul askarlarining mahalliy aholiga zulmi kuchayib, xalqning mol-mulkini talashga kirishib ketishdi. Amir Temur bu vaziyatlarni Ilyos Xo'jaga bildirdi, ammo bu gaplar uning parvoyiga ham kelmadi. Nihoyat, mo'g'ullar payg'ambar naslidan bo'lgan 70 nafar Sayidzodani hibsga olgach, Amir Temurning sabr kosasi to'ldi. Ularni asir olgan mo'g'ul bo'linmasiga hujum qilib, Sayidlarni ozod qildi. Bu voqea tufayli Amir Temur bilan Bekkichik hamda Ilyos Xo'ja o'rtasidagi munosabatlar battar yomonlashib qoldi. Ilyos Xo'ja otasiga murojaat qilib, Amir Temurni qatl qilish haqida farmon chiqartirdi. Amir Temur mamlakatdan ketishga majbur bo'lib, Qobul atrofida joylashgan qaynog'asi Amir Husaynning yoniga bordi. Amir Husayn Amir Qozog'onning nabirasi bo'lib, kuchli beklardan edi. Unga Balx viloyatining boshqaruvi berilgan edi. Amir Husayn otasining ham xizmatida bo'lgan Amir Temur bilan do'st edi. Amir Temur ham kerak paytda o'z askarlari bilan Amir Husaynga yordamga shoshilar edi. Ikkisi ham Tug'luq Temurning bosimi tufayli ona yurtini tashlab ketishga majbur bo'lganlardan edi. Amir Temur bilan Amir Husayn avval Xiva hukmdori To'qalning huzuriga borishdi. Ammo uning ham fikr buzuqligini sezib qolib, 60 suvoriy bilan ortga qaytishdi. To'qal ularni qo'lga olish uchun 1000 nafar askar yubordi. Yuborilgan askarlar tezda Amir Temur bilan Amir Husaynga yetib olib, ularni o'rab olishdi. Son jihatidan juda katta farq bor edi. O'rtada tarixda misli ko'rilmagan jang bo'ldi. Temur va uning navkarlari juda katta mardlik ko'rsatib, G'animning 900 askarini yer tishlatishdi. Qolganlari jonini saqlab qolish uchun qochib ketishdan boshqa chora topmadi. Amir Temur ham sodiq askarlaridan 50 nafarini yo'qotdi. Yonida Amir Husayn bilan 8 tagina jangchisi qolgan edi. Yolg'iz qolgan ikki do'st charchagan, chorasiz, umidsiz holda Mahmudiy degan chuqurda 12 kun yashirinib yotishga majbur bo'lishdi. Amir Temurning xotini O'ljay Turkon og'a ham u bilan birga edi. Turkman begi Alibek joni qurbon ular yashiringan joyni bilib qolib, askarlari bilan yetib keldi. Ularni qo'lga olib, hozirgi Marfning o'rnida bo'lgan Mahan shahrida bir uyga qamab qo'ydi. Amir Temur bu yerda 62 kun hibsda yotdi. Alibek joni qurbonning akasi Muhammadbek bu holatdan xabar topib, ukasiga shunday nasihat qildi: "Ukajon, bu dunyo gardkam dunyo. Mashhur odamlar har doim baloning o'qiga nishon bo'ladi. Davlat bilan kulfat egizak bo'ladi. Doim birga yuradi. Buni qaraki, sen chaqirishing kerak bo'lgan shunday aziz mehmonlar kutilmaganda o'z oyog'i bilan ostonangga kelibdi. Ularga chiroyli muomala qilib, dardiga malham bo'lish o'rniga ularni asir qilibsan, quldek muomala qilibsan. Bu xatoingni darhol tuzatib, qilgan ishing uchun ulardan uzr so'ragin. Darhol bu ulug' zotlarni ozod qilib, boradigan joylariga kuzatib qo'ygin." Bu gaplardan ta'sirlangan Alibek joni qurbon asirlarni darhol ozod qilib, ulardan kechirim so'radi. Amir Temur hibsdan qutulgach, ona shahri Keshga qaytib kelib, atrofiga Barlos qabilasining eng mard yigitlaridan askar to'play boshladi. Shu orada Seiston hokimi Malik Faxriddin bir qancha qimmatli hadyalar bilan Amir Temurning huzuriga elchi yubordi. Dushmanlari qarshisida og'ir ahvolga tushib qolgan Malik Faxriddinning maktubida shunday yozilgan edi: "Mening ustimga juda katta dushman bostirib keldi. Eng kuchli dushmanim Malik shu kunlarda meni juda bezovta qilyapti. Uni daf etishda askarlaringiz bilan yordam bersangiz, sizga ba'zi qal'alarimni beraman. Ko'p mol-mulk, katta boylik beraman. Bu yaxshiligingizni bir umr unutmayman." Amir Temur iltimosnomani o'qigach, qaynog'asi Amir Husayn bilan maslahatlashib, 1000 kishilik qo'shin bilan yo'lga otlandi. Ular Malik Faxriddinning yurtiga yetib borishganda, dushman 7 ta qal'ani egallab bo'lgan ekan. Amir Temur kun botishini kutib turdi. So'ng kechasi qo'qqisdan hujum qilib, qal'alardan birini qaytarib oldi. Qisqa muddatda yana 2 ta qal'adagi dushmanlarni quvib chiqardi. Amir Temurning bunday muvaffaqiyati Malik Faxriddinning dushmanlarini sarosimaga solib qo'ydi. Shuning uchun qolgan 4 ta qal'adagi g'animlar ham taslim bo'lib, Malik Faxriddinga bo'ysunishga ahd qilishdi. Bu vaziyat Malik Faxriddin va uning atrofidagilarni xavotirga solib qo'ydi.
Malik Faxriddinning yaqinlari Amir Temur bunday tez harakat qilaversa, Seistondagi hamma qal'alarni egallab oladi. Keyin o'zingizni ham taxtdan ag'daradi. Bizni ham sog' qo'ymaydi. Shuning uchun birlashib, uni tezroq yo'q qilmasak bo'lmaydi, deb uning qalbiga g'ulg'ula solishdi. Malik Faxriddin ana shu ig'volarga uchib, Amir Temurga yurtdan chiqib ketishni buyurdi. Bergan va'dalarining birortasini ham bajarmadi. Ustiga ustak, Seistonliklar ortga qaytib ketayotgan Amir Temurning yo'lini to'sib chiqishdi. O'rtada juda qattiq jang bo'ldi. Amir Temur yana 12 askari bilan qo'rshovga tushib qoldi. Dushman boshiga qilich sermayotgan paytda uzoqdan otilgan 2 o'q Temurning badaniga sanchildi. Biri qilich tutgan o'ng qo'liga, ikkinchisi o'ng oyog'iga tegdi. Temur otdan yiqilib tushib, ko'p qon yo'qotdi. Ham jangda yaralangan bo'lgani uchun uni sarkardalari chetroqqa olib chiqishdi. Shunga qaramay, Temurning navkarlari Seistonlik askarlarni yengib, ularni quvib yuborishga muvaffaq bo'lishdi. Amir Husayn Temurning tirik qolishidan umid uzib, uni tashlab, askarlarini olib yo'lga tushdi. Ammo Amir Temurning bir nechta eng sodiq yigitlari uni tashlab ketishmadi. Jakubek degan yigit Amir Temurni Hurmuz tomonlarga olib borib davolashga kirishdi. Amir Temur o'ng qo'li va tizzasidan yaralanganidan, ishongan do'sti shunday og'ir kunda tashlab ketganidan qattiq iztirob chekdi. Omad undan yuz o'girgach, Temur bu holimda na jangga kira olaman, na boshqa biror ish qila olaman, deb umidsizlikka tushib qoldi. Ana shunday tushkun vaziyatda bir daraxtning soyasida Hoji Ahmad Yassaviyning hikmatlarini o'qib o'tirgan Temur 68-baytni o'qidi-yu, birdan o'zgardi. Baytdan juda qattiq ta'sirlanib, uni xuddi qo'shiqning naqoratidek qayta ayta boshladi. Ko'zim namlik, ko'nglim g'amlik, jon alamlik. Nechuk iloj etorimni bilmam do'stlar. Bu hasratda, nadomatda yoshim oqib, qayu taraf ketorimni bilmam do'stlar. Aziz kuzatuvchi, video oxirigacha biz bilan qolganingizdan mamnunmiz. Keyingi videolarda Amir Temur va Chumoli voqeasi, shuningdek, Lo jangi haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Like bosing, o'z fikringizni yozib qoldiring va videoni yaqinlaringizga ulashib qo'ying.